o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Miltiqda deydi, miltiq botmaydi, lekin miltiq almashgan. U yerda qilich botmaydi deydi. Aha. Mana shu eng Alpamishlik eng qadimiy variantidan kelayotgan motivlar, anaqa obrazlar deyish mumkin. Chunki bu yerda 3 ta olam haqida ketyapti. O'tda yonmasligi bu osmon bo'ladigan bo'lsa, suvda cho'kmasligi yer tagi, qilich botmasligi bu yerning o'zi, yer yuzasi, 3 ta olam haqida. Oraliq. Ha, o'sha tasavvurlar turaveradi, lekin qatlam o'zgaraveradi. Mana shu qatlamni o'zgargani mana shu yerda qilichni o'rniga miltiq ketgan bu yerda. Ya'ni masalan mana u haligi nima deydi, qoronlar haqida gapirdim, men eslab o'tyapman-ki, haligi shu xo'ja Baxshining nomi nima edi? Hazratul Baxshi. Hazratul Baxshida aytadiki, qoronlar deydi, kavushi olingan ekskavatorga o'xshab cho'kib yotardi deydi. Bunday qaragan paytda 20-asrning 50-60-yillariga yaqin holatdagi tasvir ekskavator. Lekin qoranorning cho'kib yotishi o'sha holatga o'xshaydi. Bu tinglovchi uchun obraz tushunarli, yangilanadi, lekin qoranor bilan ekskavatorning aloqasi yo'q.